Assalomu alaykum Sayfiddin TV qobundoshlari. Mana do'stlar, bugun 4-fevral. Ya'ni biz va'da qilganday moshin bozorida, Sharduz moshin bozorida yuklar tarqatilyapti. Ana endi buni qaytib ketgandan keyin uyiga borishga to'g'ri keladi. Bitta yarim aka-ukalarimiz sal negativlik qildi mana shu videomizga. Do'stlar, agar bizda ishonch bo'lmasa, biz aldasak, buncha yuk haftasiga qayerdan keladi? Shuncha ishonchimiz borki, shu xalqning yukini olib kelib vaqti bilan tarqatyapmiz. Sizlar o negativga ahamiyat qilmangizlar. Biz doim aytamiz, shu bitta nomer ishlaydi. Tanni moment WhatsApplar bir ishlab, bir ishlamay shunday bo'lib qolyapti. Shu telefon nomeriga chiqsalaringiz shu Ismatullohning yuziga tushasizlar. Yuklaringiz bormi? Moskva, Moskovskiy oblast. Telefon qilasizlar, sizlar yuklaringiz borib olib keladi. Bular prosta reklama emas. Shu ishda mana kelyapti, mana necha yildan beri biz shu yerda guvohmiz. Xudoga shukr, mana yuklar sog' salomat kelib tarqatilyapti. Hozir buni egalarini kutyapmiz. Egalarim bitta yarim uzoqlar endi keladi, qolib ketgani uydan borib oladi. Buni bratishkamiz ham shundan ham bir o'z gap olaylik. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Merhaba, yaxshimiz? Zo'rmi? Zo'rmi? Xudoga shukr, yaxshi. Mana shu Ismat kompaniyasiga nima deysiz? Xudoga shukr, yaxshi. Mana shu 3 yil, 4 yil, 5 yilga to'g'ri bo'ldi. Yuribmiz. O'z vaqtida sog' salomat yetib kelib turibdi. Yaxshi. Shaxsan meni hozir oldim, mana mashinani orqasida xohlasangiz ko'rsatishingiz mumkin. Hozir olib ketyapman. O'zim jo'natgandim, Kalugadan kelgan. Kalushka oblast Obninskdan kelgan. Obninskdan kelgan. Oldim, hozir olib ketyapman. O'zim jo'natgandim, mana o'zim keldim, o'zim kelsam kelib turibdi ekan. 3 yildan beri yuk shuga yuk beriladi. Biram marta parvarish bo'ldimi? Yo'q, xudoga shukr 800 kg ham yuk berdim, bir tonnalab ham yuk berdim, yetib kelib turibdi o'z vaqtida, xudoga shukr. Rahmat. Rahmat. Necha xizmatlaringiz uchun rozi bo'lasizlar? Biz rozi edi. Do'stlar, mana o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Kimda kim yuki bo'lsa, shu ekranda turgan nomerga telefon qilasizlar. WhatsAppga ham tushlarsa qiyin bo'ladi. WhatsAppga ham tushasizlar. Telefon qilsangiz juda lutchi bo'ladi. Shunda telefon qilingizlar. Bizning nomimizni aytingizlar. Sizlarga skitkasi bilan shunday qilib haftasiga 10 kunda shotlangizlar, 10 kunda. O'tib qabul qilib olasizlar. Netki Sharduz to dushanbagacha qabul qiladi yuklarni. Telefon qilaveringizlar, haftasiga bir reys. Yana bir reysimiz 2-3 kunda tayyor turibdi. Buni shu reysga ushlasangiz ham bo'ladi. Yana hafta Xudo xolasa nasib qilmasa mana shu kecha kunduz yuklaringizni qabul qilib olasizlar. 24 soat xizmatda. Ikkita mashin, birov ketsa, birov keladi, birov ketsa, birov keladi. Telefon qilaveringizlar. Faqat Moskva, Moskovskiy oblast. Hammalaringizga ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik. Yana keyingi ishlarda eson-omon ko'rishguncha yetib qolamiz. Salomat bo'lingizlar.